Nimaga bugun sizlar bilan Roblox o'yinini o'ynaymiz. Roblox o'yinida nima deganlar uchun kirdingmi? Kirdim. Nima o'yin deganlar uchun Mr. Beast, Island Beach. Ana shu o'yin. Biz bu yerda 7 kun ichida tirik qolishimiz kerak ekan, 7 kun. Sizlar bilan yana men bir o'zim o'ynamayman va yana kim bor? Va men ukasi. Nima deyapti u? Mr. Beast gapiryapti. Og'zini balandla. Yaxshi. Okey. Aytyapti, sizlar samolyotdan qulab tushdinglar, endi sizlar kema qurishlaring kerak deyapti. Albatta sizga kerak bo'ladi. Yog'och yasash va yashab qolishingiz kerak ekan. Ketdi. Daraxt chopish kerak. Bolta bilan daraxt chop. Keyin uni qilishimiz kerak ekan. Mana bu yerda qaratalaring uni topdi. Nima qilish kerak bunga tushunmayapman. Bo'ldi bu. Men nima o'ynaganman? Men 99 o'ynaganman, lekin bu boshqachasi ekan. Well done. Light the campfire. Now we can cook meat. Endi ovqat pishirishingiz va o'tin qo'yib, uni qilishingiz kerak deyapti. Olov yoqishingiz kerak deyapti. Turib shu yerga qo'yib turamiz o'tinda. Grut kerakmikan? Ikkita o'tin. Tog' Yoshning mikrofonni yaqinroq gapirur, seni ovozing uncha eshitilmaydi. Meni ovozim yaxshimi? John Lefer ham qilaman men. Men masalan bitta tovuq topdim. Tovuq o'ldirding. Ikkita. Sen bo'lmasa ana tovuqlar o'ldir, men o'tin qilaman. Men oldimdan tovuq bor ekan. Oldin avval esdan chiqmasin. Voy. Yo'q, kek. Bo'ldi, o'ldirdi. Voy, bu daraxt tirildimi? Daraxt tirildi. Inventlar to'ldi deyapti. Oq yozuvdi. Bu nima qilish kerak ekan buni? Great. Now give me a piece of wood and I'll give you something in return. Qara, uni uchib ketmasin deyapti. O'tin uchib ketmasin deyapti. Mr. Beast aytyapti. Menda go'sht bor. Bo'ldi. Oldingmi? Go'sht yeydimmi? Buni like esdan chiqmasin, o'rgimchak bor ekan, kediyor. Qoch. Ataking. Mana o'tanim chiqadi hozir, tayyor tur. Chiqdimi? Yo'q, chiqmadi. Mana shunday turgan yaxshimi yoki mana bundaymi? Yo'q, bunday emas, mana bunday. Yoki mana shunday. Qaysida o'ynashimni kommentariyada yozib ketishni unutmang. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kattalashdi. Bunga qani.
Daraxtlarni olib bittasini Mr. Beastga ber. Qayda u? Ha, Gulxanimiz ortda turibdi. Hay. Ha, bo'ldi, men beraman Mr. Beastga. Mr. Beast, na. Congratulations! Please choose your prize. 40. The deeper into the island you go, the more likely you are to encounter spiders and snakes. Be careful. More careful. Ha, biz tosh topishimiz kerak ekan. Tuxum topdim. Men tosh topdimmi? Tuxum, oh. 40 dan qanday foydalanadi? Bo'ldi. Ha, bo'ldi men. Endi tosh. Mana nedan bo'lsa kerak. Ha, bo'ldi. It's getting dark. Get back to the campfire. I'll go look for the plane parts, find them, and we can escape this island. Ova, mana sumkangga sova. Toshdi. O'zi yaxshi ko'ryaptimi? Qoch. After dark, spiders and snakes will come for us. The Monster lit campfire we juda can... anu bo'ladi deb qo'rqinchli. Mana shu yerda o'tirishlar. Urgumchik keldi. Bo'ldi, bunda nima qilish kerakligini bildim. Mr. Beast qayerga ketdi? Mana bu qo'y. Besh kerak. Tuxum. Men pishirmay yuboribman. Ko'nglim deyapti. Shor akam tuxumni pishirmay yeb yaribdi. O'yinda hayotda o'ynamagan. Oh no, there's a ghost on this island. It kept chasing me. I couldn't get the parts, but I found where they are. It's up to you now. Mr. Beast, siz zo'rsiz. Sizdan zo'ri yo'q-ku. Siz aytganingiz qilamiz, mayli. Kim egasi. Bular topish kerak ekan. Mana shu yerda. 343 metr. Speed of sound but scrolling with speed much out. Давай tosh. Toshdan qaytadi. Sug'inmas. Toshdan qaytadi. Toshdan narsalar esimiz. Что bo'ldi tosh. Yog'och olib men tosh qilyapman. Yog'oching menga tayla, yog'och. Menga narsa yasayman-da. Dropni bosib tayla, drop. Bo'ldi, toshni ham tayla. Toshni Mr. Beastga ber, toshni. Congratulations. Please choose your prize. Ikkita tosh. Ha? Go'sht o'zi pishirib berdi. Menga o'tin olib kel, bor. Tezroq olib kel. Ketdik. Bo'lmani bu yerga qo'ysam. Bitta o'tin kerak. Bitta tezroq olib kel. Qisqich baqa kerak ekan keyin bizga. Sen o'tin bo'ldi, bitta yetar. O'tin ana qilaversan. Chopur. Hop, mana. Tuxum oldim.
Bor, o'tin olib kel, o'tin olib kel. Men qornim och qoldi. Tosh kerak, tosh. Buni ham qopsam. Bu nima deysiz? Bu qanaqa o'yin deysizlaringiz, buni aytdim. O'ynab ko'ring, juda qiziqarli. Siz bu o'yinda o'ynamagansiz deb o'ylayman. Endi toshim qolmabdi. Sen tosh olib kelma, sen taxt o'tin yig' bo'ldi. Qayt oromgohga. The monster yaxshiga begins. Bu inglizcha bunga tushunmayman. Qara, menga bitta tosh ber va o'rgamchi keldi. Yevri daraxtlar chiqib qoldi. The monster will over. Joning ko'paydi, xotirami. Adashib ketdim. Bo'ldi. Nimaga kommentariyaga yozib ketingizlar. Albatta obuna va like esdan chiqmasin. Bizday. Hop. Toshing yo'qmi? Tosh. Bitta tosh yetmay qoldi. The spiders and snakes attacking at night are getting stronger. We need to craft a better weapon. Ulanlardan oqshom himoyalaning deyapti. Ulan. Voy, Mr. Beast aytgan qisqichbaqadan topdim. Hop, oldim. Yuqori 3 ta o'tindan berasan-da menga narsa yasashimga. Mr. Beastga buni beramiz. Krab pishirilgan kerak ekan bunga. Voy, iyatni bosib yoribman. Bo'ldi, menga o'tin kerak. O'tin ber. 3 ta o'tin ber. Menga gapirmagan sababi men so'rashgan gapim. O'tin ber. Qoldim ketdim bitta o'tin. Ha, bo'ldi, bittasini menga qo'y. Menga. Ha, bo'ldi, o'zim qilib kelaman o'tin. Sen ana shunga tayyor. 65 ta bo'ldi hozir men. Every 7 days, a mega storm hits. The campfire goes out. Cooking is impossible, and monsters swarm. Prepare in advance. Mana shu oqshom bo'ron bo'ladi deyapti, bo'ron. Ay, bo'ronga qatib chidaymiz endi. Qilin ilojida. Men alohida 100 saqlash kerak. 100 saqlamoqchim. Uxlasa bo'layotgan. Bo'ldi, topdim. Mana yerga yotsang davolanasan, ha? Mana yerga yotsang. Zerikmayapsizlarmi? Bo'ron. Jonni. Bo'ron. 6 ta bo'ldi.
Hazır 1 minut.